Assalomu alaykum Termiz kuzatuvchilari. Bizning navbatdagi obyektimiz Urgut O'ramas mahallasida polistrobeton xizmati bilan kelganmiz. Bu yerda Lumboz o'rnida polistrobeton qo'yib beryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin 5 sm qalinlikdagi polistrobetonimiz. Bu polistrobetonimizning afzalliklari qishda issiq, yozda salqinni saqlaydi, xona haroratini saqlaydi va bu yerda mana bunday 2,5 sm polistrolni ham o'zimiz to'shab beryapmiz. 5 sm polistrobetonimizning narxiga keladigan bo'lsak, 55 ming so'm Samarqand viloyati bo'yicha hamma narsasi ichida bo'ladi. Undan tashqari bu 2,5 sm penamizni tashlab, ustidan 5 sm polistrobeton quyib beradigan bo'lsak, 65 ming so'm bo'ladi. Mana shunday fayzli xonadonimizga xizmatdamiz bugun. Mana ko'rishingiz mumkin. Samarqand viloyati Urgut tumani O'ramas mahallasida. Qalinliklari, tekisliklarigacha ko'rishingiz mumkin.